Katta kelin. Siz endi bolalarga qarangda, hovlini supurib qo'ying aylanay. Siz kichik kelin, tansiq taom qilib tushlikka 2 lis samsa ham qilib qo'ying, maylimi? Men sizlarga yordamlashib turaman. Xo'p. Voy, yangilik bormi deyman-a? Bo'pti. Hamma ishlarni o'zingiz qiling. Men sizga yordamlashib turaman qo'limdan kelgancha. Bo'ptimi? Bundan buyog'iga ovsiningizni asrashimiz kerak. Kiring. Oyjon, shu hovli tozalasam ko'nglim ayniyapti-da. Bu nima deganingiz? Tushunmayapsiz. Yangi mehmon keladi, yangilik bor. Voy mirgilay, necha oylik bo'ldi? Yo'q, uncha katta emas. 1 kunlik bo'ldi. Hazillashmayapsizmi? Hamma hayli. Eson-omon qutulib oling. Keling, oyijon, o'zim qarashaveraman. Yo'q. Charchaganim yo'q. Eson-omon qutulib olsanglar, shuni o'zi yetadi menga. Ha, demay, oz qoldi. Qo'lingizga topshiraman. Ay. Ay. Voy, kelinjon. O'zingiz bosing. O'tiring. Mo'ydog'layapsiz, muncha hidi sassiq. Sizlarga ovqat qilyapman. Yemayman bunaqa yog'li ovqatingizni. Moniysanmi, moni? Voy, kelinlar. Bo'ldi endi Xurram sultonlik davringlar o'tdi. Chiq, ishlarni qil. Oyjon, menda yangilik bor. Menda ham bor. Nima ekan sizda? Kim aytdi qirib ishga kirgan tug'maydi deb? Voy, biling, kech qolmish-ku.